Botir Qodirovni mana shu ochiq maydonga suhbatga taklif qilaman. Xalqni qoshida kelib, duxi yetsa, kesinda mana men bilan suhbat qilsin. Men madaniy suhbatga chaqiryapman. Hech kim uni urib o'tirmaydi. Agar sizlar ruxsat bersanglar, mana shu sizlarni ko'rsatuvinglarda, intervyuda kelsin. Mana men bilan ochiq, xalqqa ochiq holatda suhbat qilamiz. Menga shu yonimda ko'zimga qarab javob bersa, meni qo'limdagi dalillarga. Kim haq, kim nohaqligini men ochib beradigan dalillarim juda ham ko'p. Agar uni ekranga qo'yish iloji bo'lsa, men hammasini berishim mumkin ularga. Men yana bir marta aytyapman, madaniy suhbatga chaqiraman. Mana hamma dalilim qo'limda bor. Xalqqa oldida mana ikkalamiz suhbat qilamiz, prямой efir qilamiz kerak bo'lsa. Yozib olib emas. Prямой efir qilamiz, kesmasdan shunday xalq oldida javob beramiz.